Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Bilq şirkatida ovozga ilinib, Bilq to'rda anlatildi. Qadrdon Sirkayni olqonlar orasiga elib, shiragi jaynakliginicha tangirqab o'ltirib qoldi. Uning kallasidan g'alati o'y-xiyollar o'tmoqda edi. Bir zamonlar bozordagi ustunlikni talashib, qadrdonni urib, egri yordar qilgan odamlar shu edi. Keyin ularni Zo'g'ir Gosiyaning do'kchaklaridan tayoq yeb, Xotan, Urumchi, hatto Beijing, Shanxay, Guangzhoularda turolmay, Janubiy Jungo rayonlariga qechib ketgan edi. Ras. Ular bir mezgil bir qozonda qaynadi. O'zaro tushunishib, birodarlik kamirini bog'lashdi. Mana bugungi kunda Matturg'un Shirin, bo'libmi Nuradul birodarlik mehrini yetkazibdi. Biz ko'rgan kunni uni ko'rsin. Hammamiz bir do'zax o'tida ko'yaydi. Bir chaqlarda bizni Zo'g'ir Gosiyaga urdirgan emasmidi deb ko'ngli qorliq qilmoqdi. Bir odam bo'lsa-mu kunning serig'ini ko'rsin degan musulmon aqidasini mezon qildi. Mana mushundoq odamlarning sodiqisi bo'lsang arziydi. Aka, uyqum keldi deymi? Tozliq uyga kirib putqulini yomsa qandaq? Unda bo'lsa men kirib chiqay. Abdurahmon ikki kishilik cho'ng karvatga qarab qo'ydi. O'zi yilla bo'pti-kana, ikkimiz birga yotmag'ili. Ey, zahar tashlash o'rnining muddati qanchalikka? Qadrdonning chiroyidan ansirash alomat chiqadi. Bosqichlarga bo'lib davolaydigan-da. Bir davolash bosqichi 40 kun. Lekin sen bordigan yerning majburiy zahar tashlash o'rni ekanligini unutib qolmadingmi? Abdurahmon munchxonda putlarni yuyitib varqirdi. Ey, u yerda xiroin chekib o'zgargan yoki o'zgarayotganlar tartib yurgizadi. Soqchilar bo'lsa davolash, omonlikni saqlash, ig'ir fojialarning oldini olish qatorliq ishlarni qiladi. U yerda kimni boshqursin? Shartsiz bo'ysunishi kerak. Putqo'llarni yuyib, yotqinga kirgan qadrdonni nima uchundir bir xil qo'rqinch o'z ilkiga oldi. U kishi Abdurahmonning xiroin chekib o'zgargan yoki o'zgarayotganlar tartib yurgizildi degan gapi uni chigi yo'q ong'i ittirib o'tgandek bo'ldi. Birdalla ko'p qismli televiziya filmi fuqaroch kiyingan soqchi uning ko'z oldida ayon bo'ldi. Tuhmat va suiqasd bilan qorlangan soqchi turmaga kirib qolganda, Gundixondagi zo'ravonlar uning po'q, suydik to'ng'irni to'shitqizdi. Tamoq va o'rnonlarni tortib oldi. Tehe, o'qiyotgan kitobini zo'ravon ablah, men o'qiyman deb elib oldi. Hatto ketsa, uni yotqonga purkab qo'yib qattiq urdi. Qo'rg'isini sundirib etdi. Qisqasi, uning turma ichida ko'rmagan kuni qolmaydi. Odatda chet el kinolardami mahbuslar zo'ravonga xushomat qilib, yavoshlarni bo'zaq qiladi. Bo'ldi bas. Beshimizga kelganda ko'ramiz. Xiroindan bu qatam yo o'lib qutulaman, yo tirik qutulaman. Qadrdon asta-asta uyquga ketdi. 40-bob. Munosabatlik o'rinlarning bejirgan rasmiyati bilan qadrdon Oqtuman majburiy zahar tashlash o'rniga qabul qilindi. U o'pka, yurak, jigar, oshqozon qatorliq ichki a'zolar ham qon tekshirish rasmiyatlarini 2 soat atrofida tugatib qaytib chiqdi. Ondan Abdurahmon uni sim tor bilan to'salgan davolash rayoniga kirgizib etib qaytib ketdi. Qadrdonning ikki beligidan tutgan 2 soqchi davolash rayonining past qo'rosiga palanpaylar bilan elib tushmoqda edi. Bu chog'da qadrdonning kallasida xuddi o'limga hukm qilingan jinoyatchini jazo maydoniga elib ketayotgandek bir hukm paydo bo'ldi. Oqtuman majburiy zahar tashlash o'rni
4 qo'roqqa bo'lingan bo'lib, har biri odam chiqanmog'idek egiz sim torlar bilan ihota qilingan edi. Birinchi qo'ri boshqarish rayoni deb atalib, uningda soqchilarning ishxona, yotoq, dam olish uylari, shundoqla qo'rosida magazinlar bor edi. Ikkinchi past qo'ri davolash, salomatlikni asliga keltirish rayoni deb atalib, keng ketgan Samut maydonining atrofini bir qavatlik uylar qo'rshab turardi. Bu qo'roning 3dan 1 qismi sim to'ri bilan ayrilgan. U tarafi qiz cho'qonlarning yotoqlari edi. Davolash, salomatlikni asliga keltirish rayoniga tam qo'shni bo'lgan ishkarak qo'roni kasallar rayoni deb ataydi. U yerda heroin chekuvchi, ukol qilib sog'uvchilarning oxirgi bosqichdagi badallarini har xil qopatma, jarohatlar qoplab, yerimlik ishiqlar sesib eqishga boshlagan yoki nervisidan adashgan. İştaha tutulup terik murduga aylangan qo'ruq so'nak bemorlar bor edi. Bu qo'roqqa pat-patla jasad to'shish mashinalari ketib turardi. Qadrdonni ep kelgan ikki soqchi yotoq oldiga kelib pushtakni qattiq chelishi. Yotoqlardan to'yini 14-15 yosh, yuqorisi 40-50 yoshlardagi 80 dan ortiq odam yugurishib chiqib maydonga 3 atraf bo'lib tizildi. Har bir atrafning atamani bo'lishi kerak. Birdan odam to'p oldida gediyib turardi. Semiz qo'rsoqlik soqchi qattiq vaqirdi. "Ha! Qurbon o'lib! Va!" Birinchi to'p oldidagi o'ttir bo'y, chiroyi qop-qora, 30 yoshlardan oshgan tambal, so'rin talabari oldiga bir qadam chiqib, ikki putini jupladi. "Seni atirtinga qadrdon ismli bir odam berma. O burun millioner boy bo'lgan. Lekin heroindan iborat olvosda uning boyligini to'ldirayotgan. Shunga uni oralaga elib, zaharni o'zi kesib tashlashiga yordam qilishingni umid qilma. Bajabul o'rinbayma." Qurbon Helim yerni yana bir qatim tepib, putini jupladi. "Ha, zahar tashlab chiqib ketgan 9-numurning o'rnida qadrda yotsa. Bo'zarasiq." Qurbon Helim orqasiga shartla burilib, atraf a'zolariga buyruq qildi. "Zokir, Umar! Va!" 26-27 yoshlar atrofidagi Ağlaran yüzüne qarı quru dağla besib ketgan egiz O'ruq Zokir ismli yigit bilan vejik, qizilbosh, tol chiroy emir ikkisi to'p oldiga chiqdi. Ular yugurishib kelishdi-da, qadrdonni orig'i olib menishdi. Soqchilar ketib qolishdi. Yotoqlarga tarqayotgan odamlar Qurbon, Zokir, emirlarning chiroyidan aynib, yerga qilib mang'unicha tikilib qarayanmadi. Ular yotoqlarga kiribla g'oyib bo'lishdi. Birarmi sirtga chiqmadi. Dilqut xazinasi. Qadrdon binoga qadam elibla hayron qoldi. Chunki 70-80 qadam kelgidek simit koridorga suv chechib shalaqiltayotgan edi. Bu 10-oy mezgillar bo'lib, kech turmoq, kunduz nurmi salqin edi. Bu ish qadrdonni ansizlik hisab qo'ydi. "Kimsana?" dedi qo'lda tasma balvoq tutib turgan Qurbon Helim qop-qora yuzlarini purishtirib. "Ha, tez bo'l." "Nima? Nima?" Qadrdon damalliqqa hech nima qolmadi. Neni bu bo'lgan?" "Ey, eshqistari!" Emirtoz qo'lni chertdi. "Qurbon akam, seni demay, hammachang dedimi? Salakimini?" "Anangni kispirish." Zokir qo'ldagi tayoqni qadrdonning ko'ziga chenedi. "Qurbon akam azaldan bir gapni 2 qatim takrorlamaydi. Uqdingmi?" Shu asnoda Qurbon, Zokir Emirtozlarning orqasida go'ppangchi
xoşamatchi, yaloqchi lolma itlardan yana 3-4 odam yig'ildi. Ular ba'zida osmon baxti bo'lib kulishsa, ba'zida uch zo'ravonning qaysisi gap qilsa, shundoq albatta to'g'ri degandek guppanchilik qilishib yuradi. Qadrdon chapinni silib yerga tashlashi. Zakir qo'lidagi uzun tayoq bilan uning bo'lisiga bir nechini silib etdi. Ey, o'tchala fotoning valisi. Kim silishini bilmamsan? Yoki biz saldirib qo'yamdiq. Qurban akamni aytul qo'shaqmishmi? Qadrdon hamma kiyimini silib, kalti ishtini bilan qoldi. Uning g'azabdan ko'zlari olib ketgan edi. Buni misole? Qurban ko'zlarini chekchaytdi. Uni ochonga qo'yib qo'ydingmi? Her qaysında hayva degan narsa yo'qmi? Qadrdonning mushtimirlari tugildi. Buni o'lsam sanmayma. Zo'rlisan. Bu yerda o'lim vaqasi kelib chiqadi. Qo'yning bolasi. Gap qilmasa, yo'g'onlik qilindimi? Zakir divalab kelib, egiz qovul qadrdonga bo'yindab qaradi. Yana mening qo'limda vatlarga chiqib ketmasa, undaqda o'zsan o'zingga hisoblab qo'lingni xat qilib, ondan sen bilan bir tutishib boqay. Qadrdon mushtimirlarni texmi qattiq tuydi. Burun sendek narsalardan to'tni urib, bir yil turma deyapti. Yana turma kirib qolib yo'q. Ular bir-biriga qarashdi. Qadrdonning kirishib ketgan mushtimirlarini ko'rib, sal cho'chidi. Shundaqdimi, uni bo'ysundirmaganda, o'zining zo'ravonlik o'rni lengil taqtaq o'ynab qoladi. Shunga ular otdimni o'zangidan tushmasligi, osonli bel qo'yib bermasligi kerak edi. Sen bek og'zida shay oladigan shovchidan karbonli ko'rgan biz, dedi Qurban gul chekilgan tuflik qo'llarini shertib. To'rt kunda pelishdak yumshab, jon aka demiginingni men bir ko'ray. Qurban qo'lidagi tasma balvo bilan qadrdonning do'lisiga qarshilik qilib birni soldi. Bundan o'zga jon kirgan Zakir etilib keldi. Jalobning valisi. Nimaga adam to'laysa? Qadrdon o'rpaygan edi. Uch otaman va boshqalar qarquruq urib ketdi. Shovchi ezak. Qurban tasma balvonni shiltidi. Bayiq saqchilar aranglarga ilmni deb topshirib berganda anglagansa, bizning aramizga olgan mezonlarimiz bor. Uqdingmi? Hozir xumoring jang e'lon qilish birinchi bosqichni boshlaymiz. Uqdim. Qadrdon bu ish bo'rilar bilan tang bo'lolmaydiganligini his qildi. Qani, qanday mezonlar bo'lsa, men o'rinlay. Ben bu piştahni çelişim bilen koridordan yugurib eng chetdagi hojatxona oldiga borsa, dedi Zakir tükürüklerini çachirdi. Ikkinchi qatim chog'anda yana mishak yetib kelsa, agar yetib kelamasan, o'zing o'shore. Zakir piştahni çelishi. Qadrdon suv chechib teyilg'as bo'lib ketgan simit koridordan yugurib hojatxona oldiga bordi. Arkasıga uçqandek geldi. O koridorning o'ttirisidan o'tishi ikkinchi pishtak chelendi. Ammo asrab yiqilib qo'pib yenib kelganda hammasi birdek uni urib yerga yiqitdi. Zakir boyqi harakatni qayta takrorlaganda yalang'ochlangan Qadrdon yana jinining barcha yugurib ketdi. Shovchilar,
dedi Qurban. Bunun burnunun bezi xelil yo'g'anda qiladi. O'zimizni rasa bir to'ntib qo'yayli. Lekin soqchilarning ko'ziga chelak turgan yerlarga urib solmaylikmi? Hey, onun qopqig'iga qaysi urdi? Zakir hammaga go'laydi. Ertalatdan ukol sog'ida soqchi doktorlar kirsa, Qurban akamni balog'i tiqmoqchimidan atmaysan? Qadrdonni uzun so'liq koridorda 3 qatim yugurdi. Qor qo'yib urib turib, xumarga jang e'lon qilib bo'lgandan keyin cho'ng hojatxonaga elib kirib, dum yotqizib, sag'irsiga kaltak bilan o'rni urib, xumar qochirish bosqichini o'rinladi. Ondan uning tizini oldiga chiqarib, ikki qo'lini kang kerib, tamg'i tortguncha zo'zaytib qo'ydi. Xirning xumariga qarshi jangni oxirlashtirgan bu g'oliblar xumar qochirish kalti jangini tugatib, qadrdonni yolg'iz tashlab chiqib ketishdi. Bu asnoda hojatxonaga kirib chiqib turgan zahar tashlash jangchilari o'z hojatlarini ravo qilib g'ippidirli yo'qoladi. Ular xuddi shundoq bo'lishga tegishli qadrdonga parvomi qilmaydi. Aradan 2 soatlik o'tganda Zakir bilan Emir Qizilbosh ikkisi hojatxonaga kirib, "Yor" deb baqirdi. Qadrdon o'ri bo'lmay yiqilib tushdi. Chunki uning pay muskullari tortishib ketib qolgan edi. O yiqilgan yerda tez yota tapallarni o'ylab o'rnidan aralib turgan bo'lsin. Biroq alçalab aralamadı. Tushlik tamoq vaqtida xo'rliq texmi yomon bo'ldi. Cho'ng oshxonaga rat-rat bekitilgan uzun shiralarda zahar tashlovchilar bir-biriga qarishib o'tirishardi. Ular qochillardagi tamoqlarni oldinlariga qo'yib o'tirganda Zakir, Qurban, Emir tozla shiralarni cho'rgilab yurib, qochilardagi go'shtlarni terib o'zining qochillariga soladi. Yaxshiroq tamoq atganlarda ba'zilarning tamoqlarini qochisiga bo'lib oladi. Ammo hech kim ularga shiyarib bir nima deyamaydi. Hatta bu zo'ravonlar sanli detiga yoqmaganlarning o'rmonlarini mejiqtab, dastlab tashlaydi. Lekin Zakir, Emir tozadek lolni ishlar bakmi hushyor edi. Zo'ravonlar biror kimning adibini berib yoki uning yo'llarini oqtirib tinch ilib berayotganda Eriqli itlar, yo'ldoshlar, tamoqlarni isrof qilmay pokiz yeyli. Boshliq, xumar besish to'g'risini akaldingizmi deb qattiq qavash orqali soqchilarning kelganlarini o'z xo'jayinlariga xabar qiladi. Agar biror azobga, xo'rliqqa chidamay soqchilarga ma'lum qilindi, tugamas bitmas balog'i qoladi. Soqchilar surishtirib kirsa, zo'ravonlar bu yoqda qilib, ko'pchilik undoq emas, mundoqdi. U tishmagan bo'lsa, u siymaydi degandek gaplar bilan zo'ravonlarni oqlab, ularning nazaridan o'tadi. Yuqorgi inkos qiluvchi bo'lsa, kechich tayoq va qiynoq dastida "Jenim akalar, men ezibdiman, men po'qyaptiman" deb yig'ladi. Atse intizom tekshiruvchi yoki xumar besish ukoli sog'uvchi, dori tarqatuvchi soqchilar kirib, peshonangdagi nemi ko'k, bu nemi ishshiq deb surishti qilsa, ular hojatxonaning chirig'i kuyib ketibdi, teyilib ketib yiqilib tushdi. Ishga usuldim deb yolg'on aytadi. Kechda qadrdon bo'lingan atrofning boshlig'i Qurban yotoqqa kirib kelishi, uning lolmi ishlari kuchlanib, quyruq shipangishib kelishdi. Qadrdon, o'qilansizlar. Varqirda Qurban qo'ldagi yerim xishni lingiga yo'gab edi. Hozir shamolim yig'imiz. Nima shamol yig'diga? Xaroyin degan odam badaniga choplashib olsa, ajramaydigan jinova. Qurban lingiga yo'galgan yerim xishni tanglab turadi. Ashu jinning yamrab ketayotgan shamolni yig'imiz.
Bu esnada Zakir Emir tazlamı kerip tahtayı sökte onunla qarab o'tirishdi. Qurban qadrdonning ko'nglikini saldırıp etib, löngüge o'ralgan yerim xish bilan uning ko'krigiga o'rni urdi. Qadrdon bir hazon nafas qistab tamg'i yo'nib qoldi. Kechda to'q qo'ng'irga jerqirab uxlashga seginal berishi bilan hamma yotoqdagilar uxlash tayyorligini qilishga kirishib ketdi. Lekin qadrdonga berilgan 9-nomerlik o'rinda yotgan ko'rpa, yostiq, adiyallami yo'q edi. Qurbonning yotadigan o'rnida bo'lsa, qo'sh yotgan ko'rpa, adiyal, yostiqlar turardi. Qadrdon ko'ksikini qamalligan holda 9-nomerlik o'ringa qaradi. Lekin Qurbon uning oldiga kelib, gediyib tikdi. "Ey, qandaqa bo'yindigan to'xodak, o'rinlarga qaraysanqa?" O taxtay sökning ostini ko'rsatdi. "Ma'ning tiyiga kirib ketsa, bu degan xirovun xumarni namlikni zaiflashtirish deb ataldi. Og'aylar, sizlar yotganmi yo'q?" Yotgan, deyishdi yotoqdagilar. "Oldimiz 5 kundan 3 kungacha yotdik." Qadrdon taxtay sökning 30 santimetrmi kelmaydigan pakar ostiga qaradi. "Ey, bu yerga odam qandoq patidi?" O'ngdanga yetib, sag'ram, dumbangda sizib kirsa. Qadrdon xirovni jang e'lon qilish, xumar qochirish, shamolni yig'ish, xumarni zaiflashtirish deganlarning hammasi zo'ravonlar o'zlari chiqarib olgan fatvo ekanligini biladi. Ammo hamma odam ularning chalg'an depiga usul o'ylab, katminni chepib olsa, bunga nima amal? Qadrdon 3 kungacha xirovni jang e'lon qilib, xumar qochirib, shamolni yig'ib, xumarni zaiflashtirib oldin ketdi. O taxtay sökning ostidagi xishiytilgan nam yerda 3 kun kechichi yetib, xumar zaiflashish uyoqda tursin. O'zi mag'dursizlanib, o'ltirish qo'panmas, qopsi o'ltirilmas holda badanini sovuq qoplab ketdi. Uning shunchalik sovuq eshib ketdiki, kechalari og'zidan oqqan sho'lgay qush olqonlardek yerni loy qilib o'tadi. Bo'libmi, löngüge o'ralgan xish parchasi va löngü o'ralgan mush bilan ko'krakka urib, shamolni yig'ish qadrdonni oldiga yengishtirib qo'ydi. Hatto to'sh so'niki xilibi ichiga o'tirishib ketdi. O qisqa yo'tildigan va holirang qon tukurdigan bo'lib qoldi. Tehi atiganlik tomoqcha yugurish harakati dahshatlik zulm edi. Maydonning o'ttirsida qo'liga tayoq, tasma balvoq, shivoq tutilgan Zakir, Qurbon, Emirlar o'zining atrofini maydonni cho'riga o'tdi. Hadab vaqirab, tayoq sep yugurtadi. Hammaning ko'nglida, "Ah, Xudoyim, yiqilib tushmasam bo'ladi" degan bir iltijo bor edi. Chunki yiqilib tushsalar, qo'pib bo'g'icha ustiga tayoq yig'ib ketadi. Zo'ravon Qurbon Hilm va uning ikki ishtining turqi intayin yovuz bo'lib, boshqalarning mashq sog'alarida ko'ngliklarini selib etadi. Ularning tuflik bilaklaridan qo'rsoqlargacha yilon, chayon, ajdaho chekilgachga, yalang'och badani yiroqdalla ko'k ko'rinadi. Shunga boshqalar ularni guldor jallodlar deb qo'yishadi. Bu maxluqlar og'ziga kelgan sattillar bilan tillab, urib mashq selayotganlarda soqchilar kelib qolsa, tasma balvoq biligiga chekilib, shiviq ham tayoqlar maydon chetiga tashlanadi va shu hamon pushtak cherib 1, 2, 3 deb varqirashga boshlaydi. Dilqut xazinasi. Zahar tashlovchilar tushdi 1 soat uxlagandan keyin Uyg'urlar Xanzocha, Xanzolar Uyg'urcha inqilobiy naqsh o'rganadi. Her bir zahar tashlovchi 28 inqilobiy naqshi o'rganish shart qilinadi. Xanzo atroflaridami Zakir, Qurbon, Emirlarga o'xshash zo'ravonlar bormi qandaq?
Hanzolaning Uyg'urcha aytayotgan naqshlari pat-patla qadrdonning quliqiga kirib qoladi. Hatto tili Uyg'urchaga eng qatmal bo'lgan Guangdong Sichuanlik Hanzolami Tomga qarab Uyg'urcha naqsh aytadi. Bir kuni qadrdon Tomga qarab naqsh mashq qilib etib, bir Sichuanlik Hanzo yigitining aytgan naqshini anglab kulyapti. Biroq shu hamon ko'zlari yoshga to'ldi. Erqi Hanzo yigit ikki qo'liqini tutib bahramon to'lmoqda edi. Anang meni tuqqanda ak yo'lga yo'g'igan, umri uzun bo'lsin deb baxti bo'lsin demagan. Qadrdon hozir Aqtuman majburiy zahar tashlash o'rnining hamma mezon, qoida yo'sinlarga ko'ndi. O yotiqdagi yavaş, muloyim 22 yoshlardagi olim degan yigit bilan chiqishib qoldi. Ular vaqt chiqsa mo'lishatdi. Bugun tushlik uxlashda uxlamagan qadrdon ko'krigiga olqinni qo'ygunicha tosh o'rindiqqa kelib optob sinib o'tirishi. Olimni asqoqlab yetib keldi. Bir haftaning oldida maydonda mashq qilayotganda Qurbon uning urushqi qattiq tepib etib, shundan beri u asqoqlab ma'lum bo'lib qolgan edi. Qadrdon, menimcha zo'ravonlarning qilayotgan zo'rliq zo'mbiliqlarini saqchilar bilamdi ekan deymi? Olim ochiqqina kulib qo'ydi. Menga o'xshash asqoqlaydigan yuz qapoqlari ishig'anlarni ular davomli ko'rib turdi. Bo'zak qiling'uvchilar qo'rqib yolg'on esa, ular ishindi. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, saqchilar keldi-yu, ular nima uchun askarlarni yig'ishtirdi? Qadrdon 5-aytdi. Hatto bir nechasini qorovulga qo'yib, saqchilarni ko'zitdi taxi. Bu ko'rinishdagi yasalmoqmikin deymi? Olim ig'ir tinib qo'ydi. O'ylab baqina. Bugunlarni qilayotgan askarliklarni saqchilar hargiz qilmaydi. Chunki ularning intizomi bor. Ammo nima uchun bilib, ko'rib turib to'smaydi? Menchi bilmaydi, dedi qadrdon kesibla. Bu vaqtga mening ko'z qarashim senikiga o'xshamaydi. Xaroyin chekish dunyoda butun insoniyat ayiblaydigan yomon illat. Tashlamasmi tas. Shunga xaroyin xumorning azobini besib tushgidek azob, ig'ir muhit va jismoniyatin ko'tarolmagidek qiynoq bo'lgandilar. Xaroyindan o'zir kesil saskinishim mumkin. Agar shu ig'ir muhit qiynoq jarayonida o'lib ketsamchi? Hech qish yo'q. Qadrdon ig'ir xursindi. Men to'nigan tonishlarimning beshir kelgan olamchi satchilik, azob, xo'rliq va nomussizliklardan shunday o'zi keldimki, xaroyin chekishlar butun insoniyatni totib, davlat, jamiyat, urug' tuqqanlargacha uyushchi bir vabodir. Bundaqlardan qanchasi o'lsa, jamiyat, davlat, insoniyat shuncha marazdan yeniklaydi. Oddiy bir misol, har qanday ota-ona bo'lsa, bolalari qazo qilsa, sening o'rningda men ketsamchi deb nola qiladi. Lekin bolalari xaroyindan o'lsa, ular deb yenik tin oladi. Men bundaqlarni ko'p ko'rgan. Undaqda bu gaplarimga qaraganda beshandan ko'p so'z o'tgan o'xshamdi. Qadrdon o'zining nurg'un mol-dunyolarini, shuhrat inovatlarining qandoq bo'lib to'zib va so'rilib ketganligi, Bejondagi o'liki xorliq qolgan Uyg'ur yigitlari, ularni dafn qilishdagi vahshiyliklar, Zul'oy bilan Mehribonning nima sababdan yoshli ketganligi, 7-8 oylik bolasining qo'rsoqda turib u dunyoga ketishiga kim sabab bo'lganligi, Abu Bakrning nomussizliklari, oxirida 9 yoshlik o'g'lining zahardek ochiq tillari qatorliqlarni so'zlab berganda, ko'zlardan
mözürlep yaş döküldü. O'ylab baq, Ali. Men bilgan bunu zahar tashlash o'rinlari turganman, dedi Qadrdon yoshlarini surtib etib. U yerning muhiti go'yo bir sanatoriya. O'zini dam olayotgandek his qilsa. Biroq men u yerdan chiqibla Xroyinga yana kirishib oldi. Men buni irodamning bo'shligidan ko'rsammi, yana bir tarafdan zahar tashlash o'rnida ruhiy va jismoniy dunyorimga chaqmoqdek ta'sir qilgan biror ish bo'lmaganlikdan ko'raman. Ehtimol men hazotini to'liq bilmaganligim uchun ularning Xroyin haqida yuqori saviyalik nazariya, ibratli hikoya, fojialik qismat risolalarini anglamagan bo'lishim mumkin. Necha fikirdan? Olim Qadrdonning tashvishlarini anglab quloqlariga ishonmayli qoldi. 29ga. 30ga kirmay turib, ko'rgan qismatlaringdan olim bosh chayqadi. Odam seni 100 yoshga kirdimikan deb qoladi-ku. To'g'ri deysan. Bu 14 yaşında shunda ayon bo'lgan. Qadrdon yiroqlarga tikildi. Bir farishta ona sening yoshing 30 ga kelmay turib, 100 yillik hayot qismatlari 5-ga kelur deb bishorat bergan edi. Rost degandek, ko'mginim oz qoldi meni. Sening qismatlaringni olib, boyqi ko'z qarashlaringning asossiz emasligini his qildim. Olimning chiroyidan yanla qanoat qilmaganlik chiqib turadi. Undaqda Zokir Zaboy, Qurbon To'ng'iz, Emir Tozlarning qilmishlarini yo'lga o'qitmoqchimisan? Yo'q, undaq emas. Sen yana meni xato tushunib qolsan. Qadrdon kulib qo'ydi. Ularning qilmishlarini qandoqni to'g'ri degili bo'lsin. Demakchi bo'lganim, Xroyin tufaylidan 5-ga olam shumul baloyi ofatlar yog'sa, har qanday besim va qiyinchiliklar sening tashishingni turtki beradi demoqchiman. Zokir Zaboy, Qurbon To'ng'iz, Emir Tozlar nima uchun sana bo'lgan besimni to'xtatmaydi? Buni bilamsan? Yo'q. Buni bilmaydi ekanman. Olim bu yerga Qadrdonning burun kirganligi uchun Zokir Zaboy, Qurbon To'ng'iz, Emir Tozlarning yangi kirganlarga zulm silish bilan ularni qoqti-so'qti qildiganligi qatorliq nurg'un nafsoniyatchilikni biladi. Bo'libmi pullar yoki urug' tuqqanlarning qo'l ilkida borlar kirib qolsa, undaqlarni ig'ir qiynash orqali nima shart qo'ysa bijirdigan darajada yuraksizlantirib etadi. Agar undaqlarning urug' tuqqanlari yaqin yo'riqlari yo'qlab kelsa, bir parcha tizimlikni uning qo'liga tutqizib qo'yib, tizimlikdagi narsalardan biri kam bo'lmasin, oqibatini o'ylab bir ish qilasa deb qo'rqoq soladi. Tizimlik ichida oliy tamaka munchiqab, sut parashoki munchi bo'liq, navat, kampir, konserva, shokolad, bulka, yem-yemish degandek narsalardan boshqa ma'lum pul kartining nomerini yozib qo'yib, uningga muncha ming so'm selaversin deydi. Uningdan boshqa Aqto'ning majburiy zahar tashlash o'rnidagi magazinda ishlatkili bo'ladigan karti bor edi. Uni qancha pullik olaman desa, magazindan setib beradi. Tizimlikka o'zimizda eshindigan kartidan muncha pullikdan munchini ol deb yozib qo'yishga uni olmay mumkin bo'lmaydi. Tuqquni kelgan u bechora bu buyruqlarni o'rindamay mumkin emas edi. Bu xalqning nafsi nima yomon, dedi Qadrdon g'azib kelib. Shu narsalardan egisini bahramand bo'lganda, voy nadikine, bo'ra hammani bo'lishib sandiqlarga selib oladi. Egisiga bir tal kampitni bermaydi. Olim Qadrdonga lappida qarab qo'ydi.
Endi seni qiynashni to'xtatmaganligi, saqchilar seni millioner boy bo'lgan deb tonishtirganligi uchun ular sendan xeli jahlimni tamaq qilyotdi. Nima? Uxlab tushi? Qadrdon qahri bilan dimuqini qoqdi. Men bu yerdan Xroyinni o'zi kesil tashlab chiqib ketguncha ular qanday qilish ko'tiraman. Buning sababi azob va zulm bilan o'zini bir sinib ko'ray deyman. Lekin ulardagi hadisni eshib ketsa, adibini berma. Hey, to'la yo'qmi so'zlama? Ular qo'ldan har balo kelgan lifchaklarjimi? Vaqti kelganda ko'rib qolsa. Olim yana nimadir demoqchi edi. Biroq saqchi doktor ayol chaqirib qoldi. Qadrdon, yotoq kira. Salomatligini tekshirmang, qut xazinasi. Qadrdon bilan olim yotoq kirganda Zokir Zaboy, Qurbon Tunguz, Imur Toza, Anvar degan o'qituvchining tuqqanlari kirgizilgan go'shlik poloni yavatdi. Anvar bo'lsa bir chet kitob o'qib o'tiradi. Doktor Qadrdonning ko'ngligini soldiribla varqirvatgili tasliq qoldi. Chunki u Qadrdonning ko'kragidagi ko'p ishni ko'rib qo'rqib ketgan edi. Doktor har kuni degidek kirib, xumarning oldini olish ukoli selib va har xil tabletli dorilarni berib chiqib ketgachga ancha diqqat qilmagan edi. Texi bu ishq hafta oldida qop-qora, qo'ng'ir qon o'yib ketgan bo'lib, qarag'anliki odamning tini sho'rkinatdi. Qaysi urishda buni? Varqirdi doktor polo yavatgan zo'ravonga qarab. Shuncha yo'lda qattiq qo'rgan bormi? Qadrdon, Qurbon mayli qo'lni shertadi. Biz seni urdikmi? Men bir kimga urdi demagandim. Qadrdon doktorga qaradi. Men sizga dedim-ku ya. Urmasa mashina bo'lib ketamda? Doktor zo'ravonga gumon bilan qaradi. Bu cho'qon sallaming ishi. Esh xistari vaqirdi emirtas. O'zining kechida hojatxonada yiqilib tushganini demamsa? Qandaq? Vachchalab xotinning bolasi. Zokir Zaboy divaylab keldi. Kechida hojatxondan og'zi burning qon, maydonni tutib kirmadingmi? Yukseklar, nima og'zini bo'lsa, to'rqindillah, yaxshi narsa emasligini chiqib turadi. Astag'firullah, ma'g'ulg'ilani. Qurbon Zokirning beshiga chang'ida bir shaploq soldi. Doktor xonimning oldida nima adabsizlik qilishsa? Qadrdon, maydonning mushundoq bo'lganiga qanchalik bo'ldi? So'rdi doktor ayol. 10 kundan oshdi. Rost yiqilib tushdingmi? Shundoq. Yur. Doktor dori sandig'ini qo'liga oldi. Yurkan tekshirma. Doktor ayol Qadrdonni elib chiqib ketayotganda Qurbon enkini qamallab, Zokir bigiz qo'lni shiltib, Imirtoz olib Qadrdonga og'zingni hezi bo'l deb bishorat berdi. Shundaqdimi, ularning to'yiqi sal sirqirab qoldimi nima? Darhol olimga qarashdi. Olim, maydonda Qadrdon ikkinglar paranglashayotdinglar, dedi Qurbon qo'ldagi so'ngakni bastixonga tashlab. O sana nima dedi? Oy, xotirjam bo'linglar. U sizlar to'g'riliq bir narsa demaydi. Olimning talaffuzi odatdagidek edi. U sizlardan baxil mamnunki. Nima dedi? Zokir bo'ynini so'zib kelaydi. O bizning texnik mamnun ekan. Shundoq
Olim besini mingishdi. U dahshatli azob va zulm bilan o'zini sinoqdan o'tkazadi-ki. Üç zo'ravon to'ng'irqab qilishdi. Biri og'zidagi oshni chaynamay to'xtab qolsa, yana biri qo'lidagi so'ngakni sheginicha turib qoldi. Emir toz bo'lsa, ko'zlarini chimchiqlatgancha ikki birodarga qarab qolgan edi. Ularning turqidan o'zini tinchib qolganligi chiqib turadi. Dahshatli azob va zulm bilan o'zini sinoqdan o'tkazish degan bu so'z ularning ichini sapan salgandek tilg'ib etgan edi. Ko'p ishlarni beshidan o'tkazib, nurg'un qozonlarda qaynamagan odam hargiz bunday gaplarni qilmaydi. Ey, bu adash burun nima ishlarni qilibdi? Qurbon olimdan so'radi. Sizlar yaqin bo'lgandan keyin u sana deb berganda? U Beijing, Shanghai, Guangzhou, Bongbo, Kunming, Ruyli, yana chet ellarda, hatto oltin uchburchaklardami jahonsozlik qilibdi-ki. Beshidan ajoyib vahshiy voqealar o'tibdi-ki. Ey, oltin uchburchakka kiribdi-kanda? Zakir Zaboy tükürgini horttu deyildi. U yerga undoq odamlar kiramaydi-mi? Qurbon Zakir Emirla bosh ishorasi bilan sirtga chiqib, yugurish maydonining atrofidagi tosh o'rindiqlarning biriga keldi. Ey og'inglar, qaraganda bu adash bo'sh narsani qilmaydi-mi? Dedi Qurbon To'ng'iz. Esinglarda dastlabki Xroyinga jang e'lon qilish bosqichida uni zo'rlasang bu yerda o'lim vaqasi kelib chiqadi degan so'zi. Ras. U texe. Zakir Zaboy xelili qo'rqib qolgandek qiladi. O'zim o'zimga sabab qo'limdan xat qilib, ondan sen bilan bir tutishib baqay. Bunun sendakdan to'tni urib, bir yil turma deyaptim. Yana turmaga kirib qolg'im yo'q. Ashundoq degan esinglar bormi? Yo'qinglar. Qurbonning ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketgan edi. Bundan keyin har qanday joyda uchimiz tang turayli. Bo'lmasa bu bo'y sal xatarlikda turujimi? To'g'ri. Emir tozg'ini jon kirdi. Bu chaqchi uchimiz birdek harakat qilg'achqa u qo'rqib bizga cheqilanmadi. Bundan keyin bir yoqdan bosh, bir yoqdan bosh chiqarayli. Qurbon Zakir Emirla sirtda birer soatdan ortiq kusurlashib yotoqqa kirganda qadrdon olim o'qituvchi Anvarlar paranglashib o'tirishadi. Ular o'z parangli bilan bo'lib kirganlarga ancha diqqat qilib ketmagachga Qurbon To'ng'izning qo'rsiq ko'pti bo'lg'ay. Og'zini buzib tillamoqchi bo'ldi-yu, o'zini tasda besib oldi. Chunki doktor ayol qadrdonni elib chiqib ketgandan keyin nima ishlar yuz berganligini bilish kerak edi. Ey qadrdon, dedi u petidan tushmay. Boshqarish bilimiga chiqib ketgan edi. Nimalar deysizlar? Boshqarish bilimiga emas. Doktorxonaga nimsa? Qadrdon uning tushib qolganligini his qildi. Doktorxonada mashina olib tekshirdi shu. Lekin natijasi chiqdi. Sho'limi? Zakir qalblarini yalab qo'ydi. Boshqa gaplar bo'lganda xotirjam bo'l Zakir. Sizlarni xotirjam bo'linglar. Qadrdon Qurbon bilan Emin tozga qarab qo'ydi. O'zingizga ma'lum-ku. Men yurish yumshoq, ig'ir karvonman. Boshqalarga og'ildirib soldirib birni demayman. Zo'ravonning ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Ammo ertasi atiganlik tomoqdan keyin yotoqda Xumarning oldini elish ukoli silayotganda doktor ayol: "Qadrdon,
seni kasallar rayoniga yetkazmoqchi. Nafs keraklarni yig'ishtir, deb uqtirdi. Lekin o'kul silingan bilekini qamalib olgan qadardan doktor ayolning qishig'iga kelib yelindi. Doktor apay, mening kasalim uncha ig'ir emas-ku. Nihoyat shu hojatxonada yiqilib ketib, maydam sumut qurg'oq tegib ketdi, dedi qadrdon muloyimlik bilan. Men bu yotoqdagilar bilan chiqishib qoldim. Agar faqatli bo'lmaydi desangiz, 3-4 kun mashada turib boqsam, ma'qul-da. Boshqalar kasallar rayoniga chiqolmay halak. Doktor ayol sal xafa bo'lgan edi. Sen bo'lsang, chiqmasam deb yolvorsa. Bo'pti o'zing bir. Lekin keyin pushaymon qilsang o'rnak kelmaydimi? Doktorlar nars keraklarini ko'tarib, qutqizish A, B yotoqlarga chiqib ketishdi. Bu yerda yangidan kirgan zahar tashlovchilar bo'lib, ular karvatlarga bog'lab etilgan edi. Chunki xumor tutgan hamon ba'zi xatarlik ishlarning yuz berish ehtimoli bo'lg'achqa, ta xumor pasayganga qadar bog'liq yeshilmaydi. Bunda xumor tutgan chog'larda bir odamga 5-6 odamning kuchi yetmaydi. Qadrdon aka, kasallar rayoniga chiqmay yomon qildingmi? Dedi olim 5-chayqab. U yerning sharoiti, tomiqi, muomalasi boshqacha yaxshi. Lekin bu yanimi o'z oldiga ortiqchilik bor emasmi? Dedi qadrdon kulib qo'yib. U yerga borsam, bu yerdagi ko'ngillik ishlardan qo'rqib qoldi ekanman. Qanday ko'ngillik ishlar ekan u? Ajab biz sizdan o'tdik-ku. Men bu yerda eshik stari, g'op-g'op o'tik, soqol tog'iqi, eshak qo'shqini, loydin suzib olgan qo'zoq degan tillarni olsam, o'z yurtim xotanni ko'rgandek bo'laman. Shundoq qo'yma. Qadrdonning hech nimadan tap-tatmay davatgan gaplari boshqalarga yurak paydo qilib, qiziqtirib qo'ydi. Anvar muallim, olim, yana bir necha yigitlar uning qishig'iga keldi. Yana-chi? So'rdi Anvar. Shovchi, so'lamchi, oqsa, hejiqiz, azmayli ko'p degan tillarni olsam, Qashqar ko'z oldimga kelib oldi. Shunaqa emasmi, Qurbon? Qurbon bo'yinlarini to'lg'ab, g'o'tildab qo'ydi. Ras, biz bilmagan ko'p aloyidliklar bor-ki, dedi olim ko'zini qisib qo'yib. Ulardan boshqa yana bormi? Yana bor, dedi qadrdon ishonchli qoldi. Janob xotinning bolasi, onangni Kisporos degan tilni olsamda, g'o'zib bo'lgandek bo'lib qolaman. Qandoq deyam Zokir boyvachcha? So'ravan tunji qatin inomiga petib o'ltirgan bo'lsa-mu? Biroq tushdan keyingi harbiy mashayix deb atalgan maydonni cho'rgilab yugurishda o'chini elishdi. Qurbon Tunguz maydonning o'rtasida pirqirab yurib, pushtakni shundoq tez chaldiki, yugurayotganlar bir-biriga putlashib yiqilatdi. Yiqilganlari bosh, dumba, sag'irlarga tushgan tayoqdan sakrab turib, yana yuguraydi. Qadrdon yugurishdan qo'rqmaydi. Biroq uning putidagi oyog'i o'ziga dushman bo'lgan edi. O'ng putining oyog'i kunduli yuguraverib, o'tirdan o'zilib tushib qolganligi uchun putining barmoqlari o'chib turadi. Endi so'l putidagi oyog'ining chami pashnisigacha ajrab ketganligi uchun yugurganda paloqlab putlashadi. O'ng putining yermida oyoq, yermida bo'lmaganligi uchun xuddi putiga yog'och oyoq bekitib olgandek afsiz edi. Qadrdon ikkili oyog'ini selib etib, yalon oyog'i yugurmoqchi bo'lib edi. Uningga Qurbon Tunguz ruxsat qilmadi. Bu degan harbiy mashq. Qurbon qo'lidagi tayoqni shiltirdi. Yalon oyoq yugurishga hargiz bo'lmaydi.
Bilq şirketida ovozga ilinib, Bilq to'rda anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyat tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atidagi anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.